Attiga 28 million 700 ming so'm evaziga yana bir fayzli xonadonimizni fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda go'zal holatda qilib ishlarini bitkazib berganmiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib, qaydlari bo'lgan, qanaqa sifatda bo'lgan, nimalar bizning hisobimizdan bo'lganligini videoni oxirigacha tomosha qilib, mana shu kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. 28 million 700 ming so'm evaziga siz qildirgan bo'larmidingiz? Qimmat bo'lganmi, arzon bo'lganmi? Albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmasa videomizni boshladik. Xo'p, bu xonadonimizni Farg'ona viloyati Quva tumani Oxunboboyev ko'chasida qilib berganmiz. Ko'cha tomon shapkasiga kobra fasonda shestkranli karniz, lolacha gullari, darvozasini tepasini ham chiroyli holatda qilib yopib berganmiz. Ma'lumot o'rnida bu darvozasi 15 million 800 ming so'm evaziga mana shu holatda kelib o'rnagan. Endi darvozadan kirishingizga sizni shunaqangi chiroyli holatdagi atmosfera kutib oladi. Mana shu dizayn fasonimizdan qilib berganmiz. Ya'ni shaxmat fasonda do'ppicalarini tillo yulduzchalik qilib berganmiz. Lentalarini esa mokridan qilib berilgan. Hovuz karnizimizdan qo'yib berilgan dela fasonda chegalariga tillo profil nova karnizlari bilan qilib berganmiz. Ishimizni burchaklariga e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli holatda mana shunaqangi ideal holatda qilib ishimizni sifatini ham go'zal qilib bitkazib berganmiz. Darvozaxonadan kirishingizga ayvon qismi ham kutib oladi. Darvozaxona bir-biriga kombinatsiya bo'lgan holatda mana shu darvozaxonamizni ham chiroyli qilib berganmiz. Bir xil dizayn fasondan foydalanilgan, joyimizga moslab turib, mana bu chekasida delalarni ham, razmerlar, masshtablarni ham ideal holatda qilib tushirib berganmiz. Mana shu masshtabiga chiroyli holatda tushgan. Xo'p, darvozaxonadan kirishingizga mana shu shaxmat fasonida ichkari kombinatsiyasini ham dizaynga moslab turib, xonadonga chiroyli qilib shaxmat fason 90 gradus profillari bilan, nova karnizlari bilan birgalikda qilib berganmiz. Umumiy bu xonadonimizga 205 kvadrat tunikafon mahsulot sarf qilib berdik. Bu xonadonimizni 140 ming so'mdan reyka, samarez, usta xizmati, yo'l kirasi, kileylari, samarezlari, tunikalari hamma o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berdik. Faqatgina xonadon egasi bir mahal abed va mana bu plafonlarni olib kelib bergan. Bu plafonlarni biz bekarga o'rnatib berdik, chiroyli holatda qilib. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Mana shuncha mahsulotlari bilan birgalikda tunikafon qildirgan bo'larmidingiz? Bu tunikafon inshaalloh 10 yil, 15 yil chiroyli holatda mana shu dizayn, mana shu holatida inshaalloh xizmatini qilib beradi xonadon egasiga. Go'zal holatda bo'lib chiqqan ishimizga like tugmachasini bosib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Agarda sizga ham mana shunaqangi tunikafon xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekranimizda turgan nomerlarimizga, ya'ni 93 446 25 25 nomerimizga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarning xonadoningizga yetib borib, hisob-kitoblarni qilib, xonadoningizga yarashadigan dizayn fasonni maslahatlashgan holatda qilib beramiz. Agarda siz safarda bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol bizga WhatsApp, Imo, Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz xonadoningizga yetib borib, o'zimiz o'lchab, fasonlarimizni Telegram orqali tashab beramiz. Fasonlarimizni ko'rib chiqasiz va xonadoningizga borib, biz o'zimiz ham sizga tavsiya berib, chiroyli holatda uyingizga yarashadigan narsalarni 140 ming so'mdan 1 kvadrat metrini hamma yo'q ichida xonadoningizdagi ota-onangizni, aka-ukangizni ovora qilmagan holatda ishlaringizni bitkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh sizlarga ham mana shunaqa ideal holatda tunikafon ishlarimizni qilib beramiz. Keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.